Voy jo'ra, keyin enam kompot ichishga ruxsat berdi ish payti. Kam ichsalang bo'ladi deb kechamiz. Voy jo'ra, kakira zo'r ketayapti, havochi ham bulutchi. Voy jo'ra, endi yag'baqa jalonglamay bor-ku, qo'rqmay kompot ichsang bo'ladi. Chunki enam kompot ichishga ruxsat berdi, qara. Ketadi. Voy jo'ra, o'zi kompotchi borku zo'r bo'ldi-ku, abitga o'zi nima ovqat qilyapsizlar? Voy, faqat jutimda o'ylaysan, ha? Hali bir ketma chopqaning emas-da. Abitga nima ovqat qildilar deysan. Sen meniki hashara kelganmisan yo osh jutqani kelganmisan? Ha jo'ra, shunda so'rayapman-da, shu yaxshiroq ovqat bo'lsa yaxshiroq ishlayman. Agar oddiyroq bo'lsa, men ham oddiy ishlayveraman-da, kuchimga qara. Ey, tezsiz bu dag'an xona bitta jiyansini chopib tasha. Voy jo'ra, bitta emas, ikkita jiyonni chopib taylayman. Mana bu ishini qo'yaq jo'ra. Ey, traktor bilan chopmaysan, mana ketlam bilan chopasan. Tushundingmi? Bular hamma joyini o't bosyapti. Voy jo'ra, to'g'risini ayt, abitga nima ovqat qilyapsizlar? Shunda qorin ochib ketdi. Ey, hozir jonga dedingda, sen ham nima ovqat qilyapsizlar deb. Ana Gulchir xolam tug'gan ekan. Shunga enam bitta atalar qilib boryapti, qora atalar. Shundan ichamiz. Qo'rqma, ichiga tuxumi ham bo'ladi. Yo, o'lgida ishlaysan borku, atalar qilib beradi. Ey, men senga nima atalar uchun asharga keldim. Ey, men senga tug'gan ayolmanmi atalar. Ey, men senga hashar pashar olmayman. Endi och qilsang hasharga kelaman. Ey, hashar bo'lmasang bo'lma, bor yo'qmi, qayma. Lekin har gapingga ey demay gapir, qayma, men Gulchir xolam sendan qolib ketadi. Ey, to'xta. Ey. Chala bardasti saveli chala dor, ama soidi chala osh epizod.